Siz BTS guruhi fanatimisiz? Unda bu uy haqida bilishingiz kerak. Bu uy BTS guruhi a'zosi Jungkookning uyi. Bu uy haqida to'liq ma'lumotni, narx-navolari va manzilni bilishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring va ushbu videoni armiy do'stlaringizga yuborib qo'ying. Uyni obzor qilib beramiz deb tursak, Jungkookning darvozasi ochilib, mashinadan o'zi kelib chiqsa bo'ladimi? Shunaqangi omadli bo'lamizmi deb xursand bo'lib ketdik. To'g'risi bu yerda biroz bo'rttirish bo'ldi. Mashinaning ichida Jungkookning o'zimi yoki menejerlarimi kim borligini ko'ra olmadik, lekin uyni ichini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Jungkookning uyi Itaewondan boylar yashaydigan mahallada joylashgan bo'lib, Jagey ushbu uyni 2020-yilda 5 million 280 ming dollarga sotib olgan va uyni buzib tashlab boshqatdan qurilishni boshlagan. 2024 oktyabrda yangi uy bitgan va ayni vaqtda bu uyning narxi 13 million dollarga baholanadi. Jageyning mahallasida bir necha davlatlar elchixonasi joylashgan bo'lib, bundan tashqari dunyoga mashhur Samsung brendining asoschisining uyi ham aynan mana shu mahallada joylashgan.